Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga ko'pchilik so'ragani uchun yana bitta yaxshi programma topdim. Albatta bu programmada o'yin o'ynab biz $1 dan to $100 gacha pul ishlasak bo'ladi ekan. Xo'p, hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu programmani albatta Play Marketdan skачать qilsak bo'ladi. Xo'p, kirganimizda programmaga birinchisiga bosamiz va mana bu sign up degan yozuv ustiga bosib biz ro'yxatdan o'tib olamiz. Birinchisiga elektron pochta, ikkinchisiga parol, uchinchisiga bironta so'z, ya'ni login yozishimiz kerak. Xo'p, eng oxirida mana bu referral kode degan yozuvni to'g'risida bitta o'qcha pastga qarab turibdi. O'shaning ustiga bossak, bitta yozadigan joy chiqadi. Bu yozadigan joyga men kod yozib qo'yaman. Videoni kommentariyasiga videoni opsiyasida bo'ladi. O'sha kodni yozsalaringiz sizlarga qanchadir bonus pul beradi do'stlar. Xo'p, hozir men saytdan ro'yxatdan o'tib kirib bo'lganman, shuning uchun men login degan joyga kirib, o'zimda elektron pochtam bilan parolimni terib saytga kirib olaman hozir. Mana jigarlar, men nimaga kirib oldim? Akkauntimga. Xo'p, e'tibor beringizlar, bu yerda $1 dan $100 gacha pul ishlashimiz mumkin bo'lgan har xil o'yinlar boshqa zadaniyalar turibdi jigarlar. Xo'p, birinchi navbatda oldin biz nima qilib chiqamiz? Birinchi bo'lim, ikkinchi bo'limga o'tamiz. Ikkinchi bo'limda esa mana bunaqa narsalar bor jigarlar. Bu shartlarni bajarsak, bizga $4 miqdorida pul beradi jigarlar. Mana men boshlaganman уже. Tak, internet 48 soat yoniq turishi kerak ekan. Hozircha menda 7 soat yoniq turibdi. Xo'p, mana bu nimalarni 5 tasini bajarish kerak ekan. Menda hozircha 2 tasi bajarildi. Mana pastda bo'ladi. Tak. Keyin mana bu yerda 5 ta referral qo'shish kerak ekan, chaqirish kerak ekan. Keyin mana bu yerda tak $4 ishlash kerak ekan. Menda hozircha 20 sent. Xo'p. Do'stlar, eng oxirida mana bunaqa spend points degan joyi ham bor. Bu yerga kirsalaringiz o'zi mana boshida nima aylantiradigan nima beradi, короче. Spin aylantiramiz va nima tushsa o'shani olamiz jigarlar. Barabanda aylantiramiz. Xo'p. Endi mana bu joyga o'tamiz. 3-joyga, 3-bo'limga o'tsak, bu yerda mana shu referralni kodni yozib qoldiraman. Shuni yozsalaringiz tamom bonus beradi. Eng oxirgi bo'limga o'tsak, eng oxirgi bo'lim bu yerda nimalarni yozib qo'ysak bo'ladi. Hozircha menda 21 sent. Boshidagi bo'limga o'tib turib jigarlar, mana bu balansimizni ustiga bossak, o'zi mana yerda hamma narsani ko'rsatib qo'yibdi. $5, minimalga $5 ekan. Qachon bizdagi balansimiz $5 bo'lsa, biz chiqarib olsak bo'ladi. Pul chiqarish qanday bo'ladi? Mana uni ustiga bosamiz birinchi. Undan keyin bu yerda Bitcoin chiqyapti jigarlar, e'tibor beringizlar. Bitcoin ustiga bosamiz va biz xohlagan kошелегimizda Bitcoin bor jigarlar, xohlagan kошелегimizga chiqarsak bo'ladi. Payeer, Faucet Pay, Binance, Telegram kошелегda ham bor Bitcoin do'stlar. O'shanga ham chiqarsak bo'ladi. Короче, mana bu eng pastdagi Bitcoin adres degan joyga Bitcoin adresimizni saqlantirib qo'ysak ham bo'laveradi, farqi yo'q. Xo'p, pul chiqarishni ko'rib oldik, nima qilishdi? Endi faqatgina pul ishlashni harakatini qilishimiz kerak. E'tibor beringizlar, mana boshida nimalarni ko'rsatib qo'yibdi. Nima qilish kerak? Qaysi o'yinni o'ynash kerak? Hammasiga kirib chiqingizlar, qaysiga kim tushunsa o'shani o'ynangizlar jigarlar. Mana men hozir 1-2tasiga kirib ko'rsataman. Masalan, mana bu. Hozir bu yerda hammasini yozib tushuntirib qo'yibdi jigarlar, e'tibor bersalaringiz. Mana qaysi o'yinda qancha o'ynash kerak, nima qilish kerak, hammasini yozib puligacha yozib qo'yibdi jigarlar. Bundan chiqib turib hozir eng oxiridagisiga kiramiz. Tushunarliroq bo'lishi uchun e'tibor beringlar. Выполняйте любое предложение, чтобы заработать deyapti do'stlar, bu ruschasiga. Xohlagan nimangni o'yna, bajar, pul ishla deyapti. Что pul ishlash uchun deyapti. Xohlagan nimangni bajar deyapti. E'tibor beringlar, birinchisi lekko deb qo'yibdi. Bu eng osonlarida jigarlar. Masalan, eng osonlarida ham eng 0.1 sent, lekin eng tagiga qarasalaringiz, mana e'tibor beringlar, $2.25 sent yozib qo'yibdi. Shuni ustiga bosamiz-da, masalan, shuni ustiga bossak, bu yerda ham chiroyli qilib yozib qo'yibdi. Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Masalan, mana Начинайте играть 30 sekund deyapti. Xo'p,
O'yinni boshlaymiz ekan, 30 sekund o'ynasak ham bizga pul bermaydi ekan, lekin e'tibor beringlar, ikkinchisiga yozib qo'yibdiki, чтобы достигните уровень 44 deyapti. Mana shu o'yinda o'ynaymiz, 44-o'ringacha ko'tarsak, bizda albatta $2.25 pul beradi ekan. Mana заработайте до 2.25 sent. Shuni ustiga bossak, o'zi bizda programma o'tkazadi. Faqat shu programma o'ynashimiz kerak, skachat qilishimiz kerak tunda-suda. Masalan, mana shu programma orqali o'tdik va ustunotni bosib ustunot qilamiz bu o'yinda. Keyin yana shu programma orqali o'yinga kiramiz, o'ynaymiz jigarlar. Hammasi shu programma orqali bajarilishi kerak jigarlar. Xo'p, endi men osonini bitta ko'raylikchi. Mumkin shu yerda o'ynasa bo'ladimi, yo'qmi? Birinchisiga bosamiz. Mana открыть числовая игра. Играйте в игру немно 30 minut deyapti. Просто tak bu o'yinda nima qilamiz ekandan 30 minut o'ynasak bo'ldi ekan, o'sha pulni beradi ekan bizga. Lekin buni ham oldin skachat qilish kerak ekan jigarlar. Baribir hammasida qiyinchilik bor. O'zingizlar bilasizlar, hech qachon o'zidan o'zi pul kelib qolmaydi jigarlar. Sarmoyasiz pul ishlagandan keyin albatta ko'proq harakat qilish kerak, ko'proq vaqt sarflash kerak. Shunaqa joylari bor-da jigarlar. O'zingizlar ko'rib bilib turibsizlar mana. Xo'p, oxirdan ikkinchisiga kirib ko'ramiz. Xo'p, bilaroq hozir zadanani bajarib ko'rsatay desam, do'stlar, juda ham ko'p vaqt ketib qoladi ekan. O'shaning uchun просто tak aytib tushuntirib o'tib ketyapman. Shunga qarab hamma o'zini vaqtiga qarab gazni bosaverasizlar. Bu bo'lmaydi, bunga ko'p vaqt ketadi, tudasizlar. Unaqa gaplar yig'ishtiringizlar jigarlar, maydalashmangizlar. Просто tak kimga kerak bo'lsa, o'sha odam ishlatsin-da, masalan. Bunda qarangizlar, videoni ko'ringizlar, bu siz bo'lib o'ynamasmi? Demak, indamay chiqib ketaveringizlar. Leshni gap kerak emas jigarlar. Просто tak iloji bor narsani chiqaryapman. Kimgadir kerak bo'lib qolishi mumkin degan niyatda jigarlar. Hamma ishlasin deganim yo'q. Просто tak kimga kerak bo'lsa. Xo'p, mana birinchisini ustiga bosib ko'ramiz. 0.5 sent olish uchun nima qilish kerak? Hammasini yozib qo'yibdi. Просто inglizcha ekan bunda. Ko'pchilik inglizchani tushunmasligi mumkin, shuning uchun iloji boricha ruscha zadaniyalarni bajarib, ruscha o'yinlarda o'ynab pulni ishlayverish kerak. Bu полностью inglizcha ekan. Bunga kirib ko'rgan edik. Mana bunisiga kirib ko'ramiz endi. Bunda nima deyilibdi? Inglizchami, ruschami ko'ramiz hozir. Tak, bu do'stlar mana завершить получить награды deyapti. O'yinlarni tugating, pul ishlang deyapti. Xo'p. Ko'rib turganlaringizdek jigarlar, bu yerda ham xuddi shunday vaziyat. Ko'rib chiqib, o'zlaringiz shunga qarab harakat qilaverasizlar. Aytib o'tganimdek, $5 ga yetsa albatta pul chiqaramiz jigarlar. Shu bilan bugungi videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Hammaga omad, gazni bosamiz, to'xtash yo'q. Sizlardan like, podpiska do'stlar, tamom. Sizlar uchun albatta harakatdamiz.